旅に出た別に当てなどあるわけないが南へ南へ早とかブエノスを出て早とかTo'g'ri, Buenos Aires'dan ayrılganımızga 10 gün bo'pti. Yana 10 kunda Borankaga bag'idakmiz. 10 kun? Demek ki asan bo'lgan bilan bu qaqasliqda atning ko'tiga qarab 10 kun o'tkazmak oson emas. Zerikib sarangli bo'lay deb qoldim men, ha? Shu emasmi? Bir tuf daraxt yoki tog' bos cho'kashki. Borankaq bag'ich mushunda qaqasmidi, ha? Shundaq qiladi, lekin anglashimcha oldimizda yana 2 tik tog' bor deydi. 2 tik tog', anglayapsan, ha? Yana tog' chiqqan ekanmiz? Ha, yo'q, uni agib o'timiz. Tog'da daraxtlar bormi? Ha, faqatli qaqasliq bir atal daraxtmi yo'q deb angladim. Marko, agar yana barbasa chorvachilik maydonida bir boy o'ran uchrab qolsan, qanday yaxshi bo'ladi-a? Biroq talay bizdan qochib ketyapti. Yo'limizda kentlarmi ozlab ketdi. Rost. Bu Cha! Tezman. Bo'ldi, shig'limig'in. Dada, silg'ira qaytsangiz bo'pti-ku. Sen undaq degan bilan kunning qizig'ini tezroq mamsak bo'lmaydi. Shig'lima. Julita bek charchab ketibdi. Bundaq silkasi chidamaydi. Marko, cho'g'ini mang ilib. Dada, birdan orom elib olaydi-chu. Julita. Voy, tamoq vaqti demay olgan-ku. Julita uxlab ketibdi. Dada, cho'g'ini menga bering-a. Ajabmiz eshitdim sizlardan. Dada, asira qaytsin. Fiolina. Orom mushinchilik qopdi. Chataq yo'qdi, Fiolina. Qarang. Orom mushinchilikmi? Botligida yana bor emasmi? Yo'q, tomoq qishiltib bo'lgan emasmi? Oldirma, hozir ishqizib qo'yma. Ozroq ishgina. Julita'nın chiroyi boshqacha turdi. Og'rib qoldimi nima? Qizib qolgandek turdi. Nima? Qizib qopti? Rostli bek qizib ketibdi. Dada, harvin ostroq haydang. Ostroq. Harvin chaq chiqdi deb qopti. Harvin to'xtating. Nima? To'xtating. Nima? Chaq chiqdi deb qopti. Chaq medirlab qopti. Temirchi bizni oldidimi qandaq, ha? Bekti zeydi vetdingiz dada. Hechqisi yo'q, o'ngshab boshqadan sasaqli bo'ladi, ha? Dada, Julita qizib
qizib qapti. Men ko'rib baqay. Hech yo'q. Sal issiq turadi. Masil Haruda. Haruni yasimsaq bo'lmaydi. Marko, menga yordamlashing. Kegin, adiyalni menga sunavet. Julietta biroz aram olsin. Bo'ldi, aya qo'yib turing. Men Harun ko'tagini siz chaqin chiqarib oling, ha? Kela. Fiolina tez kelib yordamlash. Qara. 1, 2, 3. Tez Marko, tez. Benim küçüm yetmedi küçüm. Fiolina tez yordamlash, tez. Bu tarafda qo'chataq yo'q ekan. Yo'lga chiqishga azroq pul ishlab, chingitib olsak bo'pti ekan. Endi boshqa amal yo'qmi, xopino efendim? Bu tarafda qo'chataq yo'q deb turadi. Biroz chingitib qo'ysaqlar keyingi bekatgacha yetadi, ha? Kelinglar amsa, boshqadan salaylik. Qani. Qani amsa g'ayrat qilaylik. Fiolina! Marko! Kunjito! Hammamizdan kuchaylar, g'ayrat qilinglar. Marko, Fiolina, tez bo'linglar. Yana bomba de. Endi chataq bo'ldi. Yo'ldan birasim o'tmaydi. Tugab ketdik, biroz turib turg'in, Julietta. Yana bir sinab baqaylik, xopino efendim. Amal yo'q. Endi aldirgan bilan amal qancha? Dada, bir amal qilib suv topayli. Lo'ngini o'lqib, Julietta'ning peshonasiga qo'yib qo'yayli. Bo'lamdi, dada. Suvni nerdan topmiz? Keyingi bekat kichikdan asli bu suvni xeyli ko'p elib olgan emasmi? Ha? Dada, o'zingiz to'kib etdingiz-ku. Yana mendan ko'rayotgan ne varanchiron qilish ko'nglimni aramida qo'yishmadi. Bo'ldi, Harvin tezroq yasayli. Julietta bundoq yetevasi bo'lmaydi, dada. Bay astraqmang deysizlar. Endi aldirat qiltirsizlar, ha? Yasamaydig'iningizga chaqni bekat chiqardingiz. Nima deyapsan? Buranqa xabarimiz deb cho'qan selishib, endi menga top qilasizlar-ku. Dada, 20 kun Harvardda o'ltirishning tashligini men sizlardan obdan bilaman. Endi Harvardni yasash uchun yo'ldan o'tganlardan yordam so'rashdan boshqa amal yo'q, bilamsan? qachonga saqlaymiz? Hay, Conjito. Meni Julietaga ko'nmaydi deb o'ylamsan. Uning gapni qilolmayotganligini ko'rib, yuragimga xuddi pichoq sanchilgandek bo'lyapti. Lekin hozir nima amal bor? Ha, o'zingda paqa. Astagfirullah, so'g'mi tushdi. Endi biroz o't qalaylik. Men biroz suv tepib kelay. Fiolina. Conjito, kela biroz isinib olgin, ha? Kechiring, dada. Ha? Yana nima bo'ldi? Hech qisi yo'q. Etigan Harvin tez haydab to'g'ri qilib tikansiz. Ketgan ish ketdi. Xotirjam bo'l. Kechgacha odam uchrab qolishi mumkin, ha? Qarang,
Kozam jığlama gana. Jığlama biraz çılap dur. Hazırla biraz ötüp gelişi mümkün. O çokum soğuyup keldi. Jığlama kozam jığlama. Biz onundan biraz su alsak boludu. Andan bir qazan şorup qayıntımız. O jığlama kozam. O jığlama kozam jığlama. Obdan balam jığlama. Fiolina. Su tapdыңlarmı? Jığlama kozam jığlama. Әкелің, мен алай. Mə. Hadi yağmur yağdı. Qarang yağmur yağdı. Yağmur. Yağmur yağdı. Ay, yağmur yağdı. Nasıl yağmur yağıptı? Bu mu Xudanın iltifatı? Tez çileknip gelin la tez. Tutsun. Ha birkaç avurlaba mı? Kapını efendim. Adam göründü. Qarang. Ana. Xudanın bizga rayimi kapti. Dada tezdirek. Ha, mana çatak yok. Tez bulun. Ay. Tez bulun. Babası yetişemez. Ha, mana. Ay, toxta. Ay, toxta deyman. Ay, toxta. Oy can. Ay, toxta. Marko tez bulun. Babamız yetişemeyimiz. Ma'qul. Bulun. To'xtab turing. To'xtang. Hey, to'xtab turing. To'xta deyman. Ne bo'ldi? Yetishamiz-ku. Herkes kapılmaqla. Marko. Yetişemiz. Marko, bu yerga kiraveling. Dada, sizmi? Kun o'ltiray deb qoldi. Endi saqlaganlarmi beka? Bu yerda to'nlab o'lgicha bir ilishib ko'rayli. Dada. Kelinglar birlikda yasayli. Ma'qul. Endi halqiliq yeri kelib qoldi. Kelinglar, ha? Tez kelinglar. Tez kelinglar, tez. Sen azroq pastga qapini efendim. Ha, bildim. Bana.
Meni həmminglar harboğa çıqınlar. Oyun qoyğanda kiydiğən kiyimlarni kiyib, höl bo'lib ketgan kiyimlarning hammasini silib etinglar. Adyal yoki yapqili bo'ldigan lekin aslining hammasini yeb elinglar. Kun patqandan keyin texim sovuq bo'ladi, ha? Chu! Çatak yoktu. Çoğun yok da kıldı efendim. Senden Harun'un çakın sorumudum. Toğuldun davatım? Yok ben fakat oğlumdum. Üzerine bak kıyınıma. Marko. Meni çakırdınız mı? Mende hiç yok. Julieta qandaqroq? O uxlab qoldi. Boyqidan xeyli yaxshi bo'lib qolgandek turdi. Bek yaxshi bo'pti. Marko, dada, men sizlar bilan birdam olmishay. Nima deyapsan? Kelar bekatda balkim bir chorvachining uyi uchrab qolar. Biroz chidanglar, kelaylik deb qoldik. Chidanglar. Biroz chidanglar. Marko, kiring, ishga kirib o'tiring. Mende çatak yok. Gapanglar Marko bu degan buyruq. Marko. Keling. Voy jon. Dada. Hech kim yo'qdi, dada. Kapını efendim. Estağfurullah. Chiroq nuri. Ha? Chiroq nuri? Nima chiroq nuri? Kichik gap ekan, cho'qim odam bor. Qaranglar, qor yog'di. Rastla kar yığıptı. Bu eski Harun'u o'g'ri emas-a? Xotirjam bo'ling. Bu qorliq kechida kimmi bu yerga keladi? Niman so'g'aq kinsam qora yig'ib tikanda. Kelinglar, ruhliq bo'linglar, naqsh etib mangayli. Kelinglar. Bayqı naqshini sizlar aytganmi? Sizlar? Osmondan tushgan Xudoning elchilarimi ya? Yardım qilsangiz, bo'ronga ketib boradi, qor yig'ib ketdi. Bu otni qo'yg'idek o'rin bormidi? Hem de xeyli ısıp kaldım. Sizga ko'p rahmat bova, ha? Rahmat sizga. Ot qochib ketganda bak qo'rqqan edim, qutulib qoldik. Qaranglar, Julieta jalanib qopti, boyi bak qo'rqitgan edi. Bova, yardımınızga ko'p rahmat. Yardımınız bo'lmagan bo'lsa, beshimiz cho'qim to'nglab o'lgan bo'lardi. Rahmat sizga bova, rahmat. Arzimaydi, tatinmanglar. Bu qor kun chiqish bilan erib ketidi. Rasma, pek yaxshi bo'lg'idek. Öy azad emas, shundoq bo'lsa-mu, erkin aram elinglar. Sizlar mening aziz mehmonlarim. Sizlarning kiyinishinglar va o sehrlik sanduqdan chiqqan musiqa ovozi qarab sizlarni qor bilan birga osmondan tushgandek his qilyaptiman. Sehrlik sanduq bu nihoyat yaxshi sim bo'ldi. Julieta, cheqilma. Bova, siz gitar çalalamsız?
Bizdek çarvıçılar üçün at kalılardan qalsa, o bizden birden bir həmriyimiz. Onun mıman oxşaş yeşi bir yak berip qaldı. Meni akamı gitar çalalaydı. Buva, bizge bir həpət gitar çəpəsiniz yox, qandaq? Marko, bu edepsizlik bop qalmısın yine, ha? Менің аңлығым ба. Шындақ, бір әпәді чеп беріңа бұва. Boludu, sizler bayımın sihirlik sandıkның muzikasını anlattыңlar, mən bu cevabını qaytıray. Mən Xapino, hayvanlar çipirgan bu müzikini qandaq mı anlay? Bundaq yaxşı çelişini oylab mı baxmaptıken mən? Çəndin mi? Bu kalığa, yaq atqı çalğan müzik ikən. Anladın mı? Әжеп яқшы çalır ekan. Bunu anlap bir günlük cepanın ardıqı çıxıb qaldı. Qeyri çarvıçı, at kalla bilen həpiləşidiğən səralıq, muşundaq sehirlik müzik çalalısa. Yaşanğan çarvıçı bilen xoşlaşıp davamlıq barankağı yürüş qıgan Marko bilen Xapino yağış qoçaq teatr ömüge yolda bir İtaliya aşxanasıga kirdi. Hem xo'jayinning qizg'in kütülüşüge erişidi. Ular uzundan buyan seg'ingan yurtining tamig'ini yeb, intayin xushal bo'ladi. Dal mushu chaqda mast bo'lgan bir haraqkashning axloqsizligini ko'rib, yomon gaplarini anglab, ular tamoqni yaxshi yeyolmaydi. Keyingi qitimda Çarvıçı Karus bovay degan qismini ko'ringlar.